Hey guys, yangi rubrika. Siz tanigan mashhur brendlar yosh bolaga buyurtmasini yetkazib berarmikan? Hozir sinab ko'ramiz. Allo, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Qarang, meni uydachi oyim ham, adam ham ishga ketuvdilar-da. Maktabdan kelib qarasam, uyda hech nima yo'q ekan, qornim ochib ketdi. O'zi sizlardan постоянный zakaz qilardingiz, aka. Hozir men lokatsiya tashlasam yubora olasizmi? 10 yoshman, bir oydan keyin tug'ilgan kunim 11 ga to'laman, aka. Sizdan zakaz ololmaymiz. Voy, nima aka? Pulini beraman-u. Prosta uyda hech kim yo'q edi-da, ovqat qilib beradigan odam yo'q. 10 yoshingizga zakaz qilib olmaysiz. Oldin ham zakaz qilardim, aka, jo'natardinglar-yu. Zakaz qilishning imkoni yo'q. Kattaroq bo'lsa 18 yoshdan kattaroq. Voy, aka, unaqa qilmasdinglar-yu. Oldin zakaz qilganman-ku, jo'natgansizlar-yu. Voy. Qo'yib qo'yishdi. Allo, assalomu alaykum, opa. Tuzumsiz? Ishlaringiz yaxshimi? Opa, qarang, men narsa zakaz qilmoqchi edim-da. Maktabdan uyga kelsam, oyim ham, adam ham ishda ekanlar. O'shanga xos qornim och o'tiribman-da. O'shanga sizlar telefon qilyotgandim. Lokatsiya tashlasam jo'natib yubora olasizlarmi? Yoshim 10 da, keyingi oy 11 ga to'laman, opa. Aytdim-ku, uyda hech kim yo'q, lekin qornim ochdi, opa. Allo, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi aka? Men pizza zakaz qilmoqchi edim-da. Qarang, uyda hech kim yo'q ekan, oyim ham, adamlar ham ishga ketgan ekan-da. O'shanga sizlardan pizza zakaz qilmoqchi edim. Lokatsiya tashlab yuborsam jo'natib yubora olasizlarmi? Ismingizni bering. Azizbek ismim. Azizbek yoshingiz nechida? Yoshim 10 da, keyingi oy 11 ga to'laman-da, aka. Azizbek telefoningiz anaqa iloji bo'lsa Telegram bot yoki veb-sayt Yo'q. zakaz bersangiz yaxshi bo'lardi. Biz zakaz ololmaymiz-da. Nega aka? Har doim sizlardan zakaz qilardim-ku, telefon qilib. Jo'natib yuborardinglar lekin. Zakaz ololmaymiz. Aka, unaqa qilmang, qornim ochdi. Faqat sizlardan zakaz qilardim-ku. Eski klientlarni endi unaqa tashab qo'ymanglar. Jo'natib yuborasizmi aka? Yo'q, bu bitta. Mumkin emas. Ana Telegram botda zakaz berib ko'ring, o'shda zakaz jo'natadi. Bot tushunmayman-da, men botlarni aka. Har doim shu telefondan qilib zakaz qilardik. Jo'natib yuboring, aka, qornim ochdi. Nima qilaman endi, kechasi kutaman uydagilarni. Kech kelishadi ishdan, o'shanga sizlar zakaz qilib ovqatlanmoqchi edim-da, aka, unaqa qilmang, jo'natib yuboring. Lokatsiyaga nima bera olasizmi? Bo'ldi aka, hozir tashlab yuboraman. Rahmat lekin aka, addushi brat. Lokatsiyaga nima bera oling? Ayting aka, yozibman. 9. Bo'ldi aka, yozib oldim. O'zi qanaqa pizzalaringiz bor hozir? Qilib berishga tayyor, tez bo'ladigan. Qanaqasi kerak? Kolbasalimi, to'g'limi, sirlimi? Kombosi bo'lardi-yu, kolbasa bilan go'shtli aralashcha o'shandan. Kombo qarang, kolbasa bilan to'q go'sht bo'ladi. Bo'ladi aka. Gaplashib bo'lganimizdan keyin uncha ishonishmadi, lokatsiya va yana ishontirishga harakat qildik. Albatta. Telefon qildim, zakaz bergandim. O'chirib qo'ydinglar-yu, javob bermadinglar. Juda ham ko'p harakat qildik va oxiri bizga menyuni tashab berishdi, eng qizig'i. O'sha plashatkaga yetmasdan-da aka, to'g'riga yuraverasiz, plashatkaga yetmaydi. Mana men plashatkani boshlab turibman. Shunaqa unga qarang. Bo'ldi, o'sha yerda birinchi podez, hozir chiqaman aka. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Zakaz olib keldingizmi? Yo'q, yosh bola edi-yu, siz ham. Yo'q, men zakaz berdim aka. Qanaqasiga? Assalomu alaykum, bu prank edi. Biz yosh bola ovozda 3 ta eng katta brendlarga telefon qildik, lekin sizlar dastavkani yetkazib keldinglar. Gap yo'q deydi. Rahmat kattakon, ishonchinglar uchun. Zo'r. Rahmat, mana puli. Rahmat kattakon. Rahmat.